alaykum. Quyidagi limitni hisoblaymiz. Limit x 1 ga intilganda kasr chizig'i suratda 1 minus kvadrat ildiz ostida x ko'paytirilgan qavs ichida 1 minus kub ildiz ostida x ko'paytirilgan va hokazo 1 minus n'inchi darajali ildiz ostida x bo'lingan 1 minus x ning n minus 1-chi darajasi. Yechish. Dastlab quyidagi almashtirishlarni bajaramiz. N'inchi darajali ildiz ostida x bu teng x ni 1 taqsim n'inchi darajasi va bu teng y darajasi natural logaritm x bo'lingan n. Agar x 1 ga intiladigan bo'lsa, u holda 1 minus y darajasi natural logaritm x bo'lingan n ekvivalent bo'ladi natural logaritm x bo'lingan n ga. 1 minus x ning n minus 1-chi darajasi bu teng 1 minus y ning natural logaritm x-chi darajasi va uning n minus 1-chi darajasi. Demak, ekvivalentlikga ko'ra bu natural logaritm x ning n minus 1-chi darajasiga teng. Berilgan limitni yozib olamiz. X 1 ga intilganda kasr chizig'i 1 minus kvadrat ildiz ostida x ko'paytirilgan 1 minus kub ildiz ostida x ko'paytirilgan va hokazo 1 minus n'inchi darajali ildiz ostida x 1 minus x ning n minus 1-chi darajasi. Yuqoridagi almashtirishlarni amalga oshiramiz. Ya'ni 1 minus y darajasi natural logaritm x bo'lingan 2 ko'paytirilgan 1 minus y darajasi natural logaritm x bo'lingan 3 ko'paytirilgan va hokazo 1 minus y ning darajasida natural logaritm x bo'lingan n. Makhrajda 1 minus y ning natural logaritm x-chi darajasi va uning darajasida n minus 1. Bu teng bo'ladi ekvivalentlik shartiga ko'ra limit x 1 ga intilganda kasr chizig'i suratda natural logaritm x bo'lingan 2 ko'paytirilgan natural logaritm x bo'lingan 3 ko'paytirilgan va hokazo natural logaritm x bo'lingan n va makhrajda natural logaritm x ni n minus 1-chi darajasi. Bu teng limit x 1 ga intilganda suratda kasr chizig'i suratda natural logaritm x n minus 1-chi darajasi va qavs ichida 1 taqsim 2
ko'paytiruv 1 taqsim 3 ko'paytiruv va hokazo 1 taqsim n. Mahrajda naturallagan x'ning n minus 1 darajasi. Demak, bularni qisqartirib yuborsak, u holda 1 taqsim 2 ko'paytiruv 1 taqsim 3 ko'paytirilgan va hokazo 1 taqsim n yoki 1 ga ko'paytirsak o'zgarmaydi. Demak, 1 taqsim 2 1 taqsim 3 va hokazo 1 taqsim n bu teng 1 taqsim n faktorial. E'tiboringiz uchun rahmat.